butun umrga o'rtoq bo'lib qoladigan sinfdoshlar bo'ladi-da. Chunki siz sinfdoshlarni tanlay olmaysiz. Bu bilan sinfdosh bo'laman, bu bilan sinfdosh bo'laman deb. Keyinchalik orttirilgan oshna-og'ayni sizni xohishingizga qarab bo'lishi mumkin. Misol uchun doktorlik kasbini tanlasangiz doktorlar, harbiy yo'nalishdan siz harbiylardan oshna-og'ayni kursdoshlar bo'lishi mumkin. Lekin sinfdoshlarni siz tanlay olmaysiz, siz tanlamagansiz. Ular taqdir taqozosi bilan uchrashtirilgan. Ya'ni siz ular bilan tanishgan vaqtingizda hech kim mansabi ham bo'lmagan, hech kim kasbi ham bo'lmagan, hamma beg'ubor, hamma u bir-birini boricha qabul qilgan bu sinfdoshlar bo'ladi. Do'st tanlash. Meni kim ekanimni so'rama. Meni do'stim kim ekanligini so'ra. Hammamiz bilgan hikmatni boshqacha variant. Do'stingni kimligini menga ayt. Men seni kimligingni aytib beraman degan so'zni yana bir ko'rinish. Meni kimligimni so'rama. Meni do'stlarim kimligini so'ra. Bu bolaga bo'lmaydi. Farzand uchun hayotini avvalida unga eng muhim bo'lgan, xatarli bo'lgan nuqta bu do'st tanlashligi. Mana shu bir ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yosh bola o'rganadigan, atrofdan o'rganadigan narsaning 60%ni o'zini do'stlaridan o'rganadi. Qarang, aka-ukasidan emas, ota-onasidan emas, do'stlaridan o'rganadi. 60% o'rganadigan narsasini. Shuning uchun ota-onalar farzandlarini kimlar bilan do'st tutayotganligiga qattiq e'tibor berishlari kerak. Ular mana shu mas'uliyatni his qilishligi kerak. So'rasin, surishtirsin, kim savol bersin, aniqlasin. Aks holda yomon do'stlarga agar ulfat bo'lib qolsa, haqdan adashishiga, noto'g'ri yo'llarga kirishiga, gunoh ma'siyatga botishiga va alal oqibat halokatiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki ajib hislar uyg'onib dilda, sog'indim-da qalam qoshimni, har kun tunda og'rinib tunda sevardim-da sinfdoshimni. Nozlardan gullarim olmay o'tar edim misoli oyday, sevmasa ham ortidan qolmay sevardim-da sinfdoshimni. Bolaligingizdagi birinchi muhabbatingiz hozir nechta bolasi bor? Nechta nevarasi bor? Qayerdan topasiz bu savollar? Sirlar ochilib ketib qoladi-yu. 5 ta bolasi bor, 12 ta nevarasi bor. Nimaga aniq bilamanmi? Kuzatib yuraman-da. O'g'lim qishloqqa borgan ekan. Xolasi ko'rsatibdi. Ana direktorlar ham kelgan. Muhabbati bo'ladi dadangni deb ko'rsatgan ekan. O'g'lim kelib, "Dada, dedingizga besh ketmadim" dedi. Nega? Biz xotin ekan dedi. Chiroyli ham emas dedi. Endi ayasi bilan taqqoslaydi. Chiroyli ham emas, xuniga. O'g'lim ko'ziga qaradingmi? Ko'ziga. Prosta ko'zda nima qilibdi? Ana shu ko'zga dadangni ko'zi tushsa, hali ham dadang tizzasi qaltiraydi deb bolam dedi. Xudo umr bersa, yashayversa to'q. Aytgan kimni 100 yil yashagisi yo'q. Lek ko'ngil tubida ko'z ochar bir cho'q, bir kunda bir soat tuz uchun yasha.
qafasga sig'maydi orzular qushi. O'zimizdan ortmaydi ro'zg'or tashvishi. Qachon tugagan bu dunyo ishi? Bir kunda bir soat do'st uchun yasha. Dasturxon to'ldirma, topganingni qo'y. Mayli qadah uzatma, didoriga to'y. Ostonangni to'ldirib ko'rsatganda bo'y. Bir kunda bir soat do'st uchun yasha. Garchi uzoqdasan, lek kutib yasha. Sog'inching dastalab ko'l tutib yasha. Obro'ying, sha'ningni unutib yasha. Bir kunda bir soat do'st uchun yasha. Otangni ardoqla, onangni asra. Joningni chirog'i bolangni asra. Betobsan, ichga yut, nolangni asra. Bir kunda bir soat do'st uchun yasha. Kimdir pul uchun, kim gul uchun yashar. Quyosh ko'kda kuyib nur uchun yashar. Mana shu turda o'tirgan ko'pchilik didor. Ko'p inson didor to'kkan dur uchun yashar. Bir kunda bir soat do'st uchun yasha. Bir kunda bir soat do'st uchun yasha. Kimning qanaqaligini allaqachon bilib bo'lganman. Faqat jimgina kuzatish menga yoqadi. Chunki natijasi go'zal bo'lishini bilaman. Chunki Yo'q,